Qo'qon shahrida yoshlarning tantanali nikoh marosimlari o'tkazildi. Yoshlarning oila va turmushga bo'lgan mas'uliyatini oshirish, nikoh marosimlarini esda qolarli va qiziqarli tarzda tashkil etish maqsadida Qo'qon shahar hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi va adliya bo'limi boshlig'i ishtirokida o'tkazilgan marosimda mamlakatimizda oila institutini mustahkamlashga qaratilayotgan e'tibor e'tirof etildi. Yangi hayotga qadam qo'yayotgan yoshlar mutasaddilar oldida mustahkam va baxtli oila qurishga va'da berib, nikoh guvohnomalarini tantanali ravishda qabul qildilar. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, Qo'qon shahrida oila instituti nufuzini oshirish va ajrimlarning oldini olish borasida keng ko'lamli kompleks tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, nikoh guvohnomalarini Qo'qon shahar hokimi shaxsan topshirishi ham ana shunday go'zal va esda qolarli an'analaridan biriga aylanib, yoshlarning oilaviy hayotga bo'lgan munosabatini yana bir bor chuqur tafakkur etish kabi ezgu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.